Aylanay, o'rgilay degan so'z bor. Vodiy viloyatlarida aylanay so'zini aynalay tarzida ham talaffuz etishadi. Keyin o'rgilay deymiz. Yo'q, aslida bu so'z o'rgilay emas, o'girilay desak to'g'ri bo'ladi. Keyin peshonaga yozganini ko'ramizda degan bir ibora bor. Bu ibora qayerdan kelib chiqqan? Ijodkor xalqimiz mana vaqt o'tgan sari odamning peshonasida chiziqlar paydo bo'ladi. Bu chiziqlarni ijodkor xalqimiz xatga o'xshatishgan. Ya'ni peshonaga yozilganini ko'ramiz deya bir qiyos qilishgan. Keyin og'ayni degan so'z bor. Bu og'ayni so'zi aslida ikkita so'z. Og'a, ini, aka, uka degan ma'noni anglatadi. Bugungi kunda esa bu so'zni og'ayni bitta so'zga aylantirdik va do'st, birodar degan ma'nolarni anglatadi. Keyin tobaki degan so'zimiz bor. Tovani bilamiz, tava deymiz, tova deymiz. Ya'ni tovada pishgan, tavada pishgan, yassi qozonda pishgan ovqatni tobaki deymiz. Bu tobaki so'zi Rossiyaga bir aylanib keldida tabaka tarzida bizga qaytib keldi. Ya'ni tabakani nimaligini bilamiz. Qovurilgan jo'ja degan ma'noni anglatadi. Shunday juda ko'p so'zlarimiz mana shunday bir o'zgarishlarga yuz tutyapti. Asl ma'nosini shaklan, lug'aviy jihatdan o'zgartiryapti. Manfaatli bo'lgan bo'lsa do'stlaringizga jo'natib qo'ying.